Yulduz opa, ajrashganimdan so'ng hech nafosiz qolib ketdim. Hozir nikoh shartnomasi degan narsa bor ekan. O'zi u nima? Qanday foyda ko'radi ayol? Nikoh shartnomasi mol-mulk masalalari va mas'uliyatni belgilab beradigan hujjat aslida. Bilasizmi, bir necha davlatlarda nikoh shartnomasi ila nikoh tuzishmoqda. Endi biz O'zbekistonda hozir o'zingiz bilasiz, nikoh shartnomasi desangiz ba'zi bir oilalar noto'g'ri tushunishadi. Ya'niki go'yo kelin xonadonga kirib kelmasdanoq, demak o'sha bo'lajak turmush o'rtog'ini mol-mulkni hisoblashni boshladi degan tushuncha bo'ladi. Aslida bu ikki tarafning huquqlarini himoya qiladi. Ya'ni ikkita tarafni xohishlari, istaklarini talabga olgan holda shartnoma tuziladi, to'g'rimi? Albatta. Bilasizmi, agar mana shu nikoh shartnomasi bo'lganida sudma-sud yugurishlar va er-xotin o'rtasidagi nizolar osongina yechim topgan bo'lar edi. Menimcha ikki taraflama manfaat ko'radi, ham uchinchi shaxslarga nomiga o'tkazishga hojat qolmas. Balkim bu narsani, demak, hozirgi kunda nikoh shartnomasini oldindan tuzishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.